Yonboz kapı. Yana. Assalomu alaykum. Kelishimizning asosiy maqsad hurmatli yurtdoshlar, men bilan birgalikda butun viloyat rahbarlari kelgan. Bugun hurmatli prezidentimiz tomonidan mamlakatda tinchlikni saqlash, bugungi tinch zamonni qadriga yetish, shukronalik bildirish borasida juda ko'plab chiqishlar qilyapti. Televideniyada o'zimiz ham ko'ryapmiz. Lekin baribir bizga tayinlaganlarki eng chekka qishloqlarga borib, chekka hududlarga borib odamlarning kayfiyatini o'rganaylik, ular bilan muloqot qilaylik. Fuqarolar bilan gaplashdik. Bir qator majburiyatlarni o'zimizga oldik. Birinchi o'rinda mana shu maktabda yopiq sport zal qurib berish masalasini qo'yishdi. Buni biz bu yil qilib beramiz deb va'da berdik. Ikkinchi masala sun'iy qoplamali stadion masala bo'ldi. Buni ham qilib berishni oldik. Endi yoshlar bu yerda aytildi, tadbirkorlik, mehmon uylarini ochish bo'yicha masalasini aytdi. Biz hammasini yozib oldik va shu mahallani 26-yilda rivojlantirish bo'yicha qo'limizda dastur bo'ladi, reja bo'ladi, shunga qarab ishlaymiz. O'zgarish qilmasak, hammamiz ertaga muhtaram yurtboshimiz oldida hisobotimiz ham bor. Biz mana shunday chekka joylarda turgan joylarimizga hokimlar kelib, shuncha odamlar kelib, o'zim hayron bo'lyapman, to'yday bo'lyapti. Ha, yakkama-yakka uchrashib, oldimizda muammolarimizni yechib bersa, xudo xolasa, bu yog'i zo'r bo'lsa kerak. Maktabimizda bironta stadion 3 kungacha mavjud emas, sport zallari ham mavjud emas. Mana shu masalalar ko'rib chiqilib, hammasi hal bo'ldi. Xudo xolasa bundan buyog'iga yurtimiz, mahallamiz hududida shunday stadionlarning borligi sababli o'sha Beshtashavs olimpiadasi doirasida ham viloyat darajasiga chiqishi yoki respublika darajasiga chiqib, O'zbekiston sharafini jahon darajasida himoya qiladigan sportchilar yetishib chiqishiga biz ishonamiz.